Ha, Davron aka. Polabey. Samosval ham tortilib qoldi, ha? Ana shu narsa juda ko'pchilikga anaqa bo'lyapti-da hozir. Xafagarchilik olib kelyapti. Ish zo'r bo'lyapti-da, samosval yo'q. Lekin ana shu talablardan kelib chiqilib, meni o'zimdan ham ko'pchilik so'radi. Sotuvda bor joyini topib keldik so'rayotganlar uchun. Ko'rsiz mana. Qarang. Bu yerda ham sanoqli ekanda. Sanoqli 5 tonnalik, 15 tonnalik, lekin 25 tonnaliklar xudo xolasa akalar, imid vidu qilinglar, 20-yanvarga qadar chiqib qoladi, xudo xolasa. Hozir данный момент 25 tonnalik yo'q. Yo'q. Lekin mana buni ham ko'pchilik so'rayapti. 5 tonna, 15 tonna. 5 tonna, 15 tonna, lekin bu menimcha bu tiyagacha. Tigach, tigacha. Bu ham noyob narsa. Orqada ham bir qiziq texnika bor ekan. Bo'pti, o'tamiz unga. O'tamiz. Hozir qarang, bularni ortiqcha xarakteristikalarni aytib, boshqa qilishda menimcha ma'ni yo'q. Hamma biladi. Hamma biladi. Da. Obzorlarni ham qilganmiz. Asosiysi bitta bunday ko'rsataylikda aylanib, narx-navolarga o'taylik. Bo'ladi. To'lov turlari to'ppa-to'g'ri. Bo'ladimi? Bo'ladi. Keling. Bu hozir ulgurganlarnikida to'g'rimi bu ham? Masla mana salonlar. O'sha hamma qulayligi bor. Havo Sinatrak. Akalar. Hamma bilan. Tezroq olib meni ishlatinglar deb turibdi. Oldidan ham bitta ko'rsatsam, ha? 5 tonnalik ham. 5 tonnalik Havo Sinatrak. 100% original Havo Sinatrak. Bir xil qiziq savollar berishadi. Originalmi deb? Aytib qo'yay deyapman, tellari bor. Qarang aka, boyaga ortiqcha cho'zib o'tirmaylik deb. Dangal video bo'lsin bugun. Buni narxi qancha? 5 tonnalik Havo Sinatrak 430 million so'm. Lekin bir narsani hisobga olishsin. Bularni hozir kam o'zi tortilib turibdi bozorda. Yo'q desa ham bo'ladi. Shunda ham biz aytilayotgan narxdan savdolashib kelishtirib beramiz. Bor. Kelishadigan joyi bor. Narxi 5 tonnalik Havo Sinatrak 430 million so'm kelishadigan joyi bor. Bor. Bo'ldi aka, keyingisi. Men 15 tonnalik. Men juda kam, lekin ko'pchilik so'raydi shuni. 15 tonnalik ekan. Bular ikkita mostlikda, talablari bor. Buni ham zo'r ishlaydi bu ham. O'ziga yarasha komfortli, dizaynlari sal boshqacharoq bo'ladi. Shunaqa. Mana buni ham salonni ko'rsatib ketsangiz bo'ladi. Qani bu tarafda. O, mana vash boshqacha ekan. Qarang. Dizaynida baribir farqi bor. Mana qarang, orqa ranglari mana bunaqa ekan. Kolaboratsiya qilgan, qora, korичневый qilib, shokolad rang qilib. Baho berib qo'yasizlar. Juda qulay. Yangi mana. Yopilishini qarang, ovoz ham chiqyapti. Ovoz ham chiqyapti. Orqa ikkita mostlik. 15 tonnalik, tepada tentlari bor. Yopadigan, botlarni ko'rib qo'yasizlar hamma. Hammaqa joylariga e'tibor berib qo'yasizlar. Meni o'zimga yoqadigan tarafini aytaymi? O'zi ko'zga ko'rinmasligi mumkin. Lekin mana Sinatraklarda zashtniki bor, har bitta farasida. Qarang, yo'llariga qo'ymasa ham bo'ladi, bundoq qarasada. Shunaqa. Ko'rinishi mana shu 15 tonnalik ko'rinishligi rostdan boshqacha ekan. Da, boshqacha. Menga 25 tonnalining oldidan shuniki yoqadi nimaga? Chiroyli-da, qanaqadir. O'rtacha, sredniy versiyasi. Zapaska balonlari ham bor ekan. Bor. Shu sizlar bilgan aka. Xo'p, endi keling buni ham birdan narxini aytaylik. 5 tonnaligimiz narxini aytdik, 15 tonnaligimiz narxi 15 tonnalik original Havo Sinatrak akalar. Narxi 730 million so'm. Buni ham boya aytganimdek, bozorda tortilib turgan bo'lsa ham kelishadigan joy bor ekan. Gaplashdik-da egalari bilan kelishadigan joylarni qilib beramiz deyishdi. 730 million so'm. 15 tonnalik Havo Sinatrak 730 million so'm, kelishadigan joyi bor, savdolashaverasizlar. Bor. Xo'p, bunisi men tegach. Oh. Mana shu texnika menga yoqadi. Qarang, baquvvatliligini qarang. Qarang, mana faralargacha zashta qo'yilgan, o'zi duti turibdi-da, ish yoraman deb turibdi-da o'zi. O'zi nomi ham zo'r, man. Nemislarga juda baquvvat emanlarni. Xo'p. Zborga adashmasam Samarqand, ha? Da. Lekin haqiqatda zo'r. Farqi yo'q o'sha chetdan keladigan. Zapas baloni ham bor ekan. Akalar ham planni ko'rib qo'yasizlar. Tushungan akalarimiz shu qorong'u bo'lib qoldi. Da, qorong'u tushib qoldi. Men originalman. Zo'rlik. Adashmasam bitta ko'rsatasizmi buni? 60 tonnagacha bo'lsa kerak, ham bu. 60 tonnalar yuk olsa kerak, balki undan ham ko'proqdir. Baquvvat. Orqa ikkita mostlik. Mana. Balandlik qilyapti akalar. Standart. Hamma komplektatsiya bor. Yaxshi mashina juda. Zo'r mashina. Xo'p, buni narxini qancha deysiz endi? Bu Mantigach 1 milliard 870 million. Bunda ham bor savdolashadigan joy. 1 milliard 870 million so'm. Shunaqa. 1 milliard 870 million so'm. Mantigach akalar. Mana sal teparoqdan ko'rsam, qiziq qalam hojat qilaverasizlar.
Shunday. Yangi 1 milliard Gaping. 870 million so'm. Xo'p, va mana bu maxluqchi aka, bu Bu endi puli tagida qoladimi olgan odam? bu endi texnikalarni mashinniga desam, rosa ko'p pul topadi bu. Shunaqa. Pulni ham ko'p topadi, narxi ham shunga yarasha lekin. Narxi ham shunga yarasha, lekin Beton nasos. pulini chiqarib olasizlar, buni ishlatsangiz. Shunaqa u Hamma yoq soati bir qurilish. 2 million bo'lsa kerak, 1,5 millionmi, 2 millionmi O'zi kamida. qimirlamaydi u siz o'zi bu joyidan Shunda ham kamida 3 soatga chiqadi-da. Ha. Ayniqsa mana KCP shassi juda ko'p mashhur shassi mana. Koreyska. Zo'r ishlaydi. Shassidan mana anaqasi beton nasos qismi. Beton nasos qismi KCP KCP. 40 metrlik yana, 40 yozilgan shumi? 40 metrli ha. 40 metrlik akalar. 33 tonna o'zini og'irligi. 33 tonna. Orqa ikkita mostlik. Baqot aka orqada ham hamma keyin narxlar bor orqalarini ekan. Beton nasos. Voy, buni narxi ham allambalo bo'lsa kerak. Narxini sal choy ichib olishsa keyin aytaman. Yurak bo'shla ko'rmasin deydi. Shassi man ekan-a? Man shassi. Uni ko'rsatamiz. Shassisi man. Mana baho berasizlar. 40 metrlik KCP koreyskiy bu juda mashhur firma bu beton nasoslari. Bularning yangisi pashti yo'q hamda hozir. Buni juda ko'pchilik izlab yuribdi. Bilgan akalarimiz o'zi bilishadi buni. Shunaqa, imminda mana shunaqa. Topshan muammo akalar o'zi buni. Masla yangi original akalar, aytib qo'y. Zo'r. Xo'p. Orqada ham joylari bor ekan. Ha. Hamma usloviyasi bor. Bor. Chiqib o'tirmadi tepaga. Man shassilik KCP beton nasos. Xo'p, aka endi buni tomoshabinlarimiz bir yaxshilab joylashib o'tirib olishsin birinchi. Keyin narxini ayting endi buni. Bitta ishlataveraman. 5 tonnalik Howo Sinatrakni 430 million deyishyapti. 15 tonnaligini 730 million deyishyapti. Man tegachni 1 milliard 870 million deyishyapti. Endi man shassili KCP avtobeton nasosli bu avtobeton nasos narxi tak 4 milliard 990 million chiqyapti. Ammo lekin undan ham ozgina o'tib beriladigan joyi bor. O'tib beriladi, o'tib beriladi, kelishiladi. Ha. 4 milliard 990 million so'm. 40 metrlik KCP beton nasos, man shassili. Yangi. Yurmagan, yangi ishlamagan texnika. Men kim olsa zo'r xizmat qilib beraman deb tayyor masla holatda turibdi. Boy qilaman olgan odamni deb turibdi. Shunaqa. Olgan odam boy bo'ladi lekin. Shunaqa. Gapi men so'ragan akalar uchun mana hozir nalichida bor texnikalar. Bo'ldi bo'lmasam aka, video qilsa qilamiz. Ha, o'sha raqamlarni ham qoldirib qo'yamiz. Lizing kreditlar bormi? Ha, to'lov turlari. Lizing asosida, kredit asosida jismoniy shaxsga ham, firma korxonalarga ham hammasiga qilib beramiz. Bor. Hamma uslovi bor. Foizlarni kamaytirib, iloji bormi shunaqa qilishda? Ha, usloviyalari bor, hamma usloviyalari bor. Boshlang'ich to'lovni qancha yuqori qilishga harakat qilsangiz, shuncha yaxshi. O'z boshlang'ich to'lovi 30%, eng minimalnisi. Eng zo'r tomoni bilan hammasi pul ishlab topadigan texnika. Shunaqa, misol qo'rqmasdan olsa bo'ladi. Yengil mashina olib taksistlik qilsangiz, xavotir olsangiz bo'ladi. Ro'zg'orga ketadi topgan pulim, oyligini qayerdan chiqarib beraman. Shunaqa. Bularni lekin Xudo barakasini bersa, o'sha oylik to'lovini bir haftalik ishingizdan chiqarib yuborasiz o'zi. Bo'ldi bo'lmasam aka, rahmat. Keltiringlar. Charchamang. Charchamang.